Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga arzon narxda 20 ga 20 bo'lgan to'liq bir plan katta hovli joyni obzorni qilamiz. Yangi hovli joy bo'ladi do'stlar, qurilganidan 5 yil bo'lgan. 9 ning oxirindamiz. Inshaalloh sizlar bilan girib qo'ldan kelgancha obzorni qilamiz. 100% tayyor holatda do'stlar, arzon narxda. Keling, oldinda meni stashka paraxotlar qo'yilgan gul atizlar, uzumlar ekilgan, mevalar, do'chalar, bexilar, xullas lokatsiyasi ham zo'r, katta ko'chada tushgan bir ko'chani ko'rsatib bering. Zo'r lokatsiyada. Bismillah. Giram Tashkentskiy proyekt deb aytiladi. Ko'pincha Tashkentskiy loyiha deb girgan yerda shuning hovli bo'ladi. Bu yerda ham zelen nagorodlar bor, gullar ekilgan. Bu tomonda mena kacheliya, macheliya, tapchan qo'ymoq ham sharoitingiz bor. Fasadlar shuning chiroyli ishlangan bo'ladi. Uy baland solingan. Bu tomonda mashin girzalar on, hovlida stashka qilingan, latoklar ham tashalgan. Ko'rib turganingizdek, tapchan, endi letniy kuxnya, в общем, пожарный xota qaraganlar ham bor do'stlar. Xotlarimiz. Bundan ham uyimizga kirib chiqsa bo'ladi. Aynalar akvaplastik ramlarni sifatlisini ayna stupenkalara kafelar urib qo'yibdilar, ikkili eshik qo'yilgan. Giring. Ajoyib holatda, приятный holatda xonadonimiz. Ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib chiqdi inshaalloh. Mulk egasi bilan kelishib olaverasizlar. Yurtdoshlar kirsa, katta dalon bizani kutib oladi. Iberchestik rani uslubda ikki tomondan aynalar ham tashalgan, rakovinalar tashalgan, oyoq ostimiz ham ровно etib chiroylatib ishlangan laminatlar döşalgan bo'ladi. A boydan chiqqan isitish tizimlari mo'shni duh konturli kotel, eng qimmatbaho registrlardan o'rnatib qo'yibdilar. Eshiklarimiz MDF eshik bo'ladi. Bu yerda konditsionerlarni tashab qo'yibdilar, Wi-Fi bor. Giring. Birinchi xonamiz spalni bo'ladi, aynasi fasad tarafiga ko'chaga qaragan. Bu yerdan panoramniy vid, shest ekranli uslubda mebellar ham bor ekan do'stlar. Oluvchilarga nasib etsin. Giring. Ikkinchi xonamiz bu zal bo'ladi. Zalimiz shuning go'k svetda aytilgan ekan. Endi xalaqangiz fuqsizda aytib olaverasiz. Главный uy mustahkam qurilgan, o'zim yashiman deb qurilgan bo'ladi. Aynalari fasadga qaragan, shest ekranli uslubda. Keling. Bu yerdan televizorlar nasib qo'yibdilar. Tak, bu yana o'tib olsak, shuning koridor bo'ladi. Ya'ni yan boshda girish kodlarini ko'rsatib o'tdik. Keling, bu yerda bir xonamiz. Endi eshiklar. Yurtdoshlar laminat döşalgan, bir oqda turibdi ekan. Chugunli registrlar, aynalari, jaluzi pardalar keng baland solingan. Oluvchilar nasib etsin. To'rimiz aboy qilingan ekan. Bu yerda yana bir spalnimiz do'stlar. Xonalarimiz ko'p, kuzatish davom etinglar. Aynalari orqa tomonga qaragan chugunli registr, bu yerda atachanto super mo'ysha aboylar. Keling, детский komnatamiz. Детский komnatada одинарный spalnidan ikkini tashab qo'yibdilar. Aynasi bakvoga qaragan. Oluvchilarga nasib etsin. Zo'r narxda chiqardik deb o'ylayman. Kommentariyada fikr bildirishlaringizni so'rayman. Sanuzelimiz ham katta olingan, rakovina unitas, bu yerdan dushovoy, kir mashina o'rnatib qo'yibdilar. Duh konturli настенный котелlar и portishkalardan bor. Keling. Bu yerda gelinbiylarimiz uchun kuxnyasini ichiga kuxnya katta olingan, ikki oyna tashalgan, isitish tizimlari ham bor. Gaz plitasi bu yerda, kuxnya sharoit bor. Aristondan cho'ra o'rnatib qo'yibdilar. Avtomatlari отдельный. Keling, banda yana girish kodlari deb ko'rsatgan yerimiz chap tomonimizda. Do'stlar, kladovishni qilinglar, letniy kuxnya qilinglar. Inshaalloh kelsangizlar, guvohi bo'lasizlar. Do'stlar, eni 20 metr ekan, dim ajoyib, dim zo'r xonadon, o'zim ham yoqdi. Inshaalloh mana obunachilarimga nasib etsin, 900 million so'mdan kelishib beraman deb turibdilar. Ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib chiqdi do'stlar. Zo'r solingan joy. Olib qolinglar. Ilohim yashash nasib etsin. Alloh taolo bizani sababchi qilsin. Yaxshi niyatda kommentariy yozib o'tirganlar, ilohim hammaga nasib etsin deb yozadiganlar bor. Bilaman, hammangizning niyatlaringiz xolis. Alloh sizlarni zo'r joylar bilan silasin, bizani sababchi qilsin. Kommentariyada fikrlarni bildiringlar. Xonadonimizning 900 million so'm kelishilinadi. Zo'r bahada chiqardik. Omon bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz 93 869 11 urasizlar. Inshaalloh kelib ko'rsatamiz. Telefoninglar, срочно sotish kerak bo'lsa, o'zlarimiz sotib beramiz. Xayr, keyingi videolarımizda görüşünce omon bo'ling.